Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Mahalla, maktab va texnikumlarga borib, yoshlarning eshitadi va muammolarini hal qiladi. Yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib, ishga kirishi yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun nima sharoit kerak bo'lsa, qilib beradi. Har 10 kunda startapchilar bilan uchrashib, alohida mablag' va grantlar ajratadi. Davlat sektorida ishlashga o'quv ilmiy amaliy laboratoriya shakllandi. O'sha shakllantirsak, misol uchun xo'jalik bizga davlat emas, xususiy sektordan ham kelsa, biz avtomatlashtirib berish bo'yicha har xil ish bajarib beramiz. O'quv byudjet o'yning 1 milliard 648 million pul sizniki. Mana shu investitsiya hammasi ovoz bersa yutib chiqasiz. Sizniki, siz olasiz o'sha qanaqa laboratoriya xohlasangiz, o'sha parametr bilan hamma narsa o'zi hech kim ishlamaydi. Institutimizda va tumanimizda ko'plab iqtidorli talabalar bor. Ular o'z tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda hokimlik qanday yordam bera oladi? Birinchi o'rinda oladigan bo'lsam, birinchi ishga joylashimiz. Misol uchun bizda tegishli vakansiyalar bor, ishga joylashimiz. Undan tashqari yana o'zi hokimlik nima yordam beradi deganda, hokimiyatni vakolatli doirasida mana Gulfarona boshchiligida hech qachon yo'q tashab qo'yilgan masala bo'lmadi. Hokimiyat yoki hokim bitta o'zi ishni qilolmaydi, mana har doim aytaman. Demak, o'sha siz mana shu institutni tanlagansiz, siz tomoningizdan ko'tarilgan masala qo'limdan kelgan yordamni beraman. Bizning yoshlarimizni faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Hozir mana barchamizga ma'lum, shahrimizda tirbandliklar kuchayyapti. Shundan kelib chiqib, hozir savol bermoqchi edim. Oxirgi marta qachon jamoat transport vositalaridan o'zingiz foydlandingiz? Va agar xususan metrodan demoqchi edim, agar bizdan shunaqa talab bo'lsa, talabalar bilan metroda yurgan bo'larmidingiz? Bizning metroda yoshlardan yurgan с удовольствием. Куда скажете, туда и поеду. Только вы меня пригласите, пожалуйста. Спасибо большое.